Assalomu alaykum. Ha, qanday arkadaş, yaxshimi? Salomat edingmi? Ha. Nima ish qilyapsizlar? Ha, menmi shu adash shu. Ha, o'zim bilgandek shu. Islomninki yükselishi, dinimizning mustaqilligi, erkinligi, vatanimizning mustaqilligi. Xato qildim ular. Vatanimizning mustaqilligi uchun haq yo'lda shunda imovatimiz sen nima ish qildi? Nima ish qiladigan? Vatandan mustaqillik uchun bir partiyaga ya bir chiraydigan bitta. Nahot yaxshi odamsizlar. Islom partiyasiga chiraydash. Islom partiyasiga. Onun sakal uzunmi ki? O sakal senin neyini tutuşudash? Mayli, onun chimsa unda bo'lsa, ama dernekçi olamdiki dernekliga. Derneklim buldu hala. Yaxshi xizmat qilyapti-da. Onmi bo'lujima? Endi o'tasan kichik ko'rinib qolamdi ekansan. O neyini tutuşadash hamda? Sen kichikroqni mijda paymodash. Mayli dash. Unda olib qilib qolsa qalim shu. Sharqi Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasiga chiymamsizlar? Shu 1944 qurilgan Cumhuriyetimizni nima qilib, ashli va mustaqil davlat quramiz deb boshlam chiqib o'tibdi. U neri bo'lmaydi-ki? Chechi yo'qmi-ki? Kichikka. Adash sana qandag'ini topsa qo'lam bu bo'lmasa adash. Bo'lmasa adash, kepellikni yaxshi qilib qadash. Inkini tanadiganlik qilib adash. O'zi yozsan qala. Vatan mustaqillik uchun o'lmas bo'lmaydi-ku. Bir kun Azrail kelib qala. Jangni olgan chaqda vatan mustaqillab qala. Bo'lmasa yatadash o'yda. Qanday? Ummu bo'lmasa, ana manda shu Xitoylan bo'lamdiki deyman hozircha. Xaponmadash. Qaysinin bo'lsa chirib, biz birlashib vatandan Xitoyni, nomard Xitoyni, qonxo'r Xitoyni qo'g'lab chiqmasak, vatan mustaqil bo'lmaydi. Bo'libdi, hech ish qilmasang bu. 7-oyning 5-ida adash. Urumchi qatlami va shuniga chiqasiz adash. Uningga chiqmasang bo'pti, ko'rishamiz. Xo'sh. Ya, xeyli sog'lom odam bo'lsa, yo'l topsa, bo'pti, xo'sh.